zamzamni nimaga atab ichsangiz o'sha narsa bo'ladi degan. Ya'ni gunohdan qutulay deb ichsangiz o'sha narsaga, kasallikdan qutulay desangiz o'sha narsaga, nimaga atab ichsangiz shu narsani topasiz. Va ulamolar aytadi, yustahabbu lil mu'min, mu'min kishiga mustahab bo'ladiki, zamzam ichayotgan vaqtida ya Alloh, payg'ambar alayhisalom, nabiy alayhisalomdan, payg'ambaringdan kelgan hadis bor. Zamzam nimaga atalsa o'sha narsaga dedi. Men mana shu narsaga atab ichmoqchiman deb ichishingiz deydi. Imom Shofiy rahimahulloh aytganday, men zamzamni 5 ta narsa tilagida ichdim. Alloh taolo uni 4 tasini berdi dunyoda, bittasini yana beradi deb umid qilyapman degan ekan. Qaysi narsa ekan u? Jannatga kirgizishlikni niyat qilib ichgan ekan. Endi uni ham kutyapman qiyomat kunida degan ekan. Uni ham qabul qilishligini umidim bor degan ekan. Dunyoda 4 tasini so'raganda bergan ekan. Shuning uchun zamzam nimaga atalib ichsa o'sha narsaga. Va Rasululloh alayhisalom boshqa bir hadisda yer kurrasida eng afzal suv zamzam suvi dedi. Eng afzal suv zamzam suvi dedi. Ta'mu min at-ta'mi va shifa'u min as-saqmi degan hadis bor. Taomlardan bo'lgan bir taom bu va kasalliklarga bo'lgan bir shifo bu. Zamzam suvi. Subhanalloh. Kasalliklarga bo'lgan bir shifo. Va taomlardan bo'lgan bir taom deydi. Salaf sohiblardan bittasi aytadi. Men Makkaga kelganimda hech kimni tanimas edim, hech kimim yo'q edi. Yeyishlikka hech narsa topmadimda, faqat zamzam ichaverdim. Yeganim ham, ovqatim ham, suyim ham zamzam bo'ldi. 40 kun semirib ketdim degan. Ya'ni bu ovqat o'rnida ham o'tadi. Va yana bu zamzamni foydalari payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, zamzam suvlarning eng afzali dedi. Dunyodagi suvlarning eng afzali zamzam bo'lar ekan. Hatto Sirojiddin Baqillani rahimahulloh aytadiki, Kavsar suvidan ham afzal degan. Nimaga desa, payg'ambar alayhisalomning qalbini Jibril alayhisalom zamzam suvi bilan yuvdi. Eng afzal suv bo'lgani uchun yuvdi degan ekan. Badruddin Ayni ham shu hadisni aytgan ekan. Qarang. Endi zamzam ichishlikning odoblari qiblaga qarab ichishligimiz kerak. Rasululloh alayhisalom qiblaga qarab ichardi va Bismillahirrohmanirrohimni aytishligimiz kerak. Rasululloh alayhisalom har taom yeganda, suv ichganda bismillahni aytishlikka buyurgan. Va yana zamzamni 3 marta bo'lib ichishligimiz, hayvonlarga o'xshab boshimizni idishga bir tiqib, oxirida bir ko'tarmasligimiz kerak. Bo'lib ichishlikka buyurilganmiz suvlarni. Va 4-inchisi esa o'tirib ichishlikka buyurilganmiz zamzamni. Illo bozorda bo'lsangiz yoki odamlar ko'p joyda bo'lsangiz tursangiz bo'ladi. Chunki Ali radhiyallohu anhudan keladi, men Rasululloh alayhisalomni zamzam suv olib keldim, o'tirib ichdilar deydi. U vaqtda haj vaqti, odamlar ko'p vaqti edi deb ulamolar aytadi. Shunday holatlarda turib ichsangiz bo'la qolgan vaqtda o'tirib ichishlik kerak va zamzamni ichganda to'yib ichishlik kerak deydi. Hadis bor. Rasululloh alayhisalom aytadi, ayatun baynana va baynal munafiqin hum la yatadalla'una min zamzam deya. Munofiqlar bilan bizni oramizdagi farqning belgisi ular zamzamni to'yib ichmaydi degan. Rasululloh alayhisalom zamzam ichganida qabrig'alari bilan go'shtlar kirishib ketar ekan, qornlari ishadigan darajada to'yib ichib, yuzlarini yuvib, boshlaridan qo'ygan ekan. Mana bu zamzamning odoblari bo'ladi. İnşallah.